Buni ko'rishga tayyormisiz? Voy, bu qishligiga qaranglar. Qochmaydi-hamchi odamlardan. Mana ko'rdingizmi, mana yoniga boryapsiz, ular qochmayapti. Nega? Ular o'rgangan. Siz ham biznesingizni o'rganishingiz kerak. Yo'qlardan qo'rqmang, qochmang. Yo'qlar sizni yanada irodali qiladi. Tarmoqli marketingda kamida 1000 ta yo'q eshitishingiz kerak. 1000 ta yo'qdan keyin sizga halar kelishni boshlaydi. Biz esa bir nafar yoki 2 nafar insonga o'z biznesimizni aytib, ular mahsuloting qimmat ekan degan gapni eshitib, bu mening biznesim emas ekan deb biz to'xtab qolyapmiz. Qachonki bitta ishni takror qilgan vaqtimizda biz professional darajadagi tarmoqli marketing lideri bo'la olamiz. Xo'sh, xohlaysizmi professional bo'lishni? Unda bitta ishni har kuni takror qilishingiz kerak. Ya'ni siz nima ishni qila olmayapsiz? Misol uchun deylik, prezentatsiya o'ta olmayapsiz yoki insonlarga gapira olmayapsiz. Oynaga qarab takror qilishni o'rganamiz. Xo'sh, biz bilan birga takror qilishga tayyormisiz yoki o'z biznesingizni bu mening biznesim, ya'ni buni men qila olaman deyishga tayyormisiz? Unda ha so'zini qoldirib keting.